Ota-ona farzandiga aytsa, mana shu qizga uylanasan desa, u qizda farzandning ko'ngli bo'lmasa, Imom Malik rahimahulloh aytadilar: "Onangga qarshilik qilmagin, lekin turli yo'llarni topib bundan xalos bo'lgin." Taloq mavzusida ota-onaga itoat qilinadi. Ota farzanddan ayolini taloq qilishni talab qilayotgan bo'lsa, bu ikkita holatda sodir bo'ladi. Bir kishi kelib, "Otam menga xotiningni taloq qilgin deyapti. Men nima qilay?" deb so'raydi. Agar ota farzandiga tezroq uylangin deb aytsa, bunda itoat qiladimi? Farzand bir qizga uylanmoqchi, ota-ona esa qarshilik qilyapti. Bu holatda nima qiladi? Agar ota ham, ona ham bir vaqtni o'zida biror ishga buyursalar yoki bir vaqtni o'zida otaga ham, onaga ham xizmat qilish kerak bo'lsa, qaysi birlardan boshlaydi? Bir kishi Imom Malik huzurlariga kelib, "Otam o'zga yurtga ketgan va menga maktub yo'llab, tez yetib kelgin deyapti. Onam esa bormaysan deyapti. Men nima qilay?" deb so'raydi. Ayollar uchun kimga itoat qilish birinchi o'rinda turadi? Agar bir vaqtni o'zida eri bilan ota-onasiga itoat qilish qarshisida qolsa, ayollar qay biridan boshlaydi? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allohga behisob hamd va sanolar bo'lsin. U zot barcha narsaga kifoya qiluvchidir. Va Alloh o'zining risolati uchun tanlagan bandalariga Allohning saloti va salomi bo'lsin. Oz bo'lsa ham yetarli bo'lgan ne'matlar insonni tug'yonga soladigan ko'p ne'matlardan afzaldir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz aka, uka, opa-singillar, barchalaringizga Allohning rahmati bo'lsin. Alloh taolo bu majlisimizni manfaatli qilsin va qalblarimizni iymon bilan obod qilsin. Alloh taolo bizlarga o'zining rahmat va ofiyatini tushirsin va bizlarni o'z huzurida maqtaladigan solihlardan qilsin. Avvalgi suhbatimizda ota-onani ehtirom qilish haqida so'z yuritdik. Ota-onaga yaxshilik qilish buyuk toat ibodatlardan ekani haqida gapirdik va bu masalaga taalluqli bo'lgan ayrim shar'iy hukmlarni aytib o'tdik. Bugun ham inshaalloh shu mavzuga oid bir qancha masalalarni bayon qilamiz. Ilgari aytib o'tganimizdek, umumiy qilib aytilganda, ota-onaga barcha ishlarda itoat qilinadi. 3 ta holatda itoat qilish vojib bo'lmaydi. Birinchi, agar ota-ona Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyursa, bunday holatlarda ota-onaga itoat qilinmaydi. Chunki har bir inson uchun eng avvalo Allohning buyruqlariga itoat qilish farz. Allohning buyrug'iga xilof ish qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ota-onaga itoat qilishni vojib ekanligi aslida Alloh mana shunga buyurgani uchundir. Shunday ekan, Allohga osiy bo'ladigan ishlarda hech kimga itoat qilinmaydi, hatto ota-onaga ham. Agar ota-ona gunoh ishlarga buyursa, farzand ularga chiroyli nasihat qiladi. Agar ota-ona shunda ham to'xtamasa, farzand gunoh ishlarda ularga itoat qilmaydi, lekin ota-onaga yaxshilik qilishda davom etadi. Va bu islomiy go'zal axloq. Alloh taolo aytadi: "Agar ota-onang seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, bu holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin." Gunoh ishlarda ota-onaga itoat qilinmaydi, lekin shu holatda ham ular bilan qo'pollik qilmasdan, balki chiroyli muomalada bo'lib, ularga Allohning dinini hikmat bilan yetkaziladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Allohga osiy bo'ladigan o'rinlarda birortasiga itoat qilinmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda gunoh ishlarda birortasiga itoat qilinmaydi. Itoat faqat yaxshiliklarda bo'ladi. Mulla Ali al-Qori rahimahulloh Fiqhul Akbarni sharhida aytganlar: agar musulmon kishining otasi zimmiy kofirlardan bo'lsa va farzandiga buyruq qilib, cherkovga yoki o'zlarining biror ibodatxonalariga olib bor deb aytsa, bu vaqtda musulmon farzand itoat qilmaydi. Ammo cherkovdan chiqib uyga qaytarib olib bor desa, bu vaqtda itoat qiladi. Chunki cherkovga olib borsa gunoh ish qilgan bo'ladi. Ammo uyga qaytarib olib borish gunoh ish emas. Shunga o'xshash masalalardan biri, agar ota ba'zi qarindoshlari bilan urushib qolgan bo'lsa va farzandlarini o'sha qarindoshlar bilan aloqani uzishga buyuradigan bo'lsa, farzandlar nima qilish kerak? Afsuski, hozirgi vaqtda shunga o'xshash holatlar uchrab turadi. Ba'zi otalar farzandlariga singlingni yoki akangni uyga borma, yoki amaking bilan yo tog'ang bilan gaplashma deb aytadi. Shubhasiz, bu narsa qarindoshlik aloqasini uzishdir va bu munkar ish.
Bunday ishlarda ota-onaga itoat qilinmaydi. Lekin shu holatda ham ota-ona bilan talashib tortishmasdan, qo'pol muomala qilmasdan, yumshoqlik bilan tushuntirishga harakat qilinadi. Ota-onaga itoat qilish vojib bo'lmagan ikkinchi holat, ota-ona o'zlariga biror bir manfaat bo'lmagan ishlarga buyuradigan bo'lsalar, bu holatda ham itoat qilish vojib emas. Lekin buyurayotgan ishlari muboh bo'lsa, buni bajarib, ota-onaning ko'nglini olish kerak. Garchi shar'iy tomondan vojib bo'lmasa ham. Misol uchun, farzandga falon o'qishni o'qigin deb buyursalar yoki falon kasbni tanlagin desalar va bunda ularning o'zlari uchun biror manfaat yo'q, faqat farzandining kelajagi uchun buyuryaptilar. Bu holatda itoat qilish vojib emas, lekin itoat qilish afzal bo'ladi. Bu holatda itoat qilish mustahab amallardan. Agar bir kishi aytsa, ota-onam rozi bo'lishi uchun ular xohlagan kasbni tanladim desa, biz unga to'g'ri qilibsan, ota-onang roziligini olganing yaxshi deymiz. Yoki aytsa, o'zimga yoqmasa ham otam xohlagan mashinani oldim desa, to'g'ri qilibsan deb aytamiz. Yoki onam mana bu ovqatni yeb ol deb aytadi. Men shu ovqatni yoqtirmasam ham onamni ko'nglini olish uchun yeyman desa, biz unga bu ishing juda yaxshi deb aytamiz. Shunga o'xshash mavzulardan ota-ona farzandiga aytsa, mana shu qizga uylanasan desa, u qizda farzandning ko'ngli bo'lmasa, bu holatda ham itoat qilish vojib emas. Lekin shunda ham farzand chiroyli gaplar bilan ota-onani ko'nglini olishga harakat qilish kerak. Ochiq qarshilik qilmasdan, balki turli bahonalar o'ylab, ularni rozi qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Bir kishi Imom Malik rahimahullohdan so'raydi: "Meni onam, singlim va ayolim bor. Bir yangi narsa olib kelsam, onam singlingga ber deb aytadi." Ya'ni ona o'zining qizini o'ylayapti. Farzandida biror narsa ko'rsa, singlingga ber deb aytadi. Faqat qizining sharoiti yaxshi bo'lishini xohlayapti. Agar singlimga bermasam, onam xafa bo'lib, meni duoibat qiladi. Men nima qilay deb Imom Malikdan so'raydi. Imom Malik rahimahulloh aytadilar: "Onangga qarshilik qilmagin, lekin turli yo'llarni topib bundan xalos bo'lgin." Ya'ni hamma topganingni singlingga berishing vojib emas. Unga imkoniyatingga qarab yordam berib, o'zingga kerak bo'lgan narsalarni o'zingda olib qolaver. Lekin onangga ochiq qarshilik qilma. Balki chiroyli gaplar bilan yo turli bahonalar qilib, yoki unga ham imkonim bo'lganida olib kelaman deb shunday yaxshi gaplar bilan onangning ko'nglini olishga harakat qilganing yaxshi deb nasihat qilganlar. Agar ota-ona farzandini janoza namozi kabi farzi kifoyalardan qaytarsa, nafil ibodatlardan, masalan, dushanba, payshanba kunlar roza tutmagin desa, tahajjud namozi o'qimagin deb nafil ibodatlardan qaytarsa, agar ota-onang o'zi uchun biror manfaat bo'lmay, bekordan bekor man qilayotgan bo'lsa, bu holatda itoat qilish vojib emas. Lekin shunda ham chiroyli gaplar gapirish kerak va farzand bo'sh vaqtlarini bekor o'tkazmasdan ota-ona bilan birga bo'lib, keyin nafil ibodatlarga alohida vaqt topsa bo'ladi. Ammo ota-ona aytsa, "Bolam, men kasalman, oldimda o'tir yoki oyog'imni uqalab qo'y, dorimni tayyorlab ber" deb shunga o'xshash ishlarga ota-ona buyursa, farzand ota-onaning xizmatini qiladi. Ularni xizmatlarini qilib bo'lgandan keyin bo'sh vaqt qolsa, nafil ibodatlarni qiladi. Bo'sh vaqt bo'lmasa, ota-onaning xizmati bilan mashg'ul bo'ladi. Ammo ota-ona farzandni hech narsadan, hech narsa yo'q, nafil ibodatlardan qaytarayotgan bo'lsa, bunday holatda farzand nafil ibodatlarni qilishda davom etaveradi. Lekin shunda ham ota-onaga qattiq gapirmaydi, ularga jahl qilmaydi, balki chiroyli muomala qilib, yaxshi gaplar bilan tushuntiradi. Imkon bo'lsa, hadiyalar berib, ularning ko'nglini oladi. Ba'zi ulamolar aytadilar: agar farzand quvvatsiz, zaif bo'lsa va ota-onasi farzandiga rahmi kelganidan nafil roza tutishdan qaytarsa, bunday holatda ota-onaga itoat qilish vojib bo'ladi. Imom Ahmad rahimahullohdan quvvatsiz, zaif yigit haqida so'rashgan. Agar uning ota-onasi nafil roza tutishdan qaytarsa, u yigit nima qilish kerak deyilganda, Imom Ahmad bu holatda roza tutishni durust deb bilmayman. Imom Ahmad so'zlarini davom ettirib, Hasan Basriy aytganlar: agar ota-ona yoki bittalari farzandni nafil roza tutishdan qaytarsalar, farzand itoat qiladi va u rozaning savobiga ham va ota-onaga yaxshilik qilish savobiga ham ega bo'ladi. Agar nafil namozlardan qaytaradigan bo'lsalar, bu holatda itoat qilmaydi. Ulamolar nafil roza bilan nafil namozni farqlashgan. Chunki farzand nafil roza tutib qiynalayotgan bo'lsa, ota-ona bunga achinadi. Namozda esa bunday narsa yo'q. Shuning uchun nafil roza tutishda ota-onaga itoat qiladi deb ba'zi ulamolar aytadilar.
Demak, ota-ona farzandni nafl ibodatni bajarmaslikka buyurayotgan bo'lsalar va ularning yaxshi maqsadlari bo'lsa, bu holatda ota-onaga itoat qiladi. Misol uchun, ota-ona farzandining xizmatiga muhtoj bo'lganlari uchun nafl ibodatdan qaytarishyapti yoki farzandga biror haqiqiy zarar yetib qolishdan qo'rqib, nafl ibodatlarni qilmay tur deb aytishyapti. Bunday holatlarda ota-onaga itoat qilinadi. Ota-onaga itoat qilish vojib bo'lmaydigan 3-holat, agar ota-ona farzandini qudrati yetmaydigan ishlarga buyuradigan bo'lsalar, bu holatda ham ota-onaga itoat qilish vojib emas. Yana bir muhim masala, taloq mavzusida ota-onaga itoat qilinadimi? Bu mavzuda Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan mashhur hadis bor. U kishining bir ayollari bo'lib, uni yaxshi ko'rardilar. Umar radhiyallohu anhu esa o'sha ayolni yoqtirmas edilar va Abdullohga ayolingni taloq qil deb aytdilar. Abdulloh taloq qilishdan bosh tortdi. Umar radhiyallohu anhu bo'lgan ishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Umarga: "Ey Abdulloh, otangga itoat qilib, ayolingni taloq qil" deb aytdilar. Bu hadisni ulamolar quyidagicha sharhlashgan. Shayx Muhammad ibn Solih rahimahulloh aytganlar: ota farzanddan ayolini taloq qilishni talab qilayotgan bo'lsa, bu ikkita holatda sodir bo'ladi. Birinchisi, ota taloq qilishga buyuryapti va shar'iy sabablarni bayon qilyapti. Ayoling namoz o'qimaydi yoki hijob o'ramaydi. Nomahram erkaklar bilan aralashib yuraveradi. Shunga o'xshash shar'iy sabablarni aytsa, ayoling Allohning buyruqlarini bajarmaydi yoki o'ta axloqsiz, hech kimni hurmat qilmaydi, xulqi yomon, hammaga ozor beradi. Bunday holatda farzand ota-onaga itoat qilishi vojib bo'ladi. Chunki ota bu holatda farzandining kelajagini o'ylab, uning to'shagi bulg'anmasligi uchun, obro' e'tibori to'kilmasligi uchun taloq qilishga buyuryapti. Bu holatda itoat qilinadi. Ikkinchi holat, agar ota-ona taloq qilishga buyuryapti, lekin biror shar'iy sabab yo'q, faqat farzand ayolini yaxshi ko'rgani uchun g'iyrat qilib yoki shu kabi biror ma'nosiz bahonalarni aytib taloq qilishga buyuryapti. Bunday holatda ota-onaga itoat qilish vojib emas, lekin ota-onaga qattiq gapirmasdan, shirin gaplar bilan bu holatdan chiqib ketishga harakat qilish kerak. Imom Ahmad rahimahullohdan ayni mana shu masala haqida so'rashgan. U kishining huzuriga bir kishi kelib, otam menga xotiningni taloq qilgin deyapti. Men nima qilay deb so'raydi. Imom Ahmad unga taloq qilma deydilar. Chunki Imom Ahmadga ma'lum bo'ladiki, uning ayoli dindor va odob axloqli, yaxshi ayol. Shuning uchun taloq qilma deydilar. Shunda savol so'ragan odam, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Umarga aytmaganlar. Otang Umarga itoat qilib, ayolingni taloq qil deb aytganlar-ku, deydi. Imom Ahmad unga, seni otang Umar kabimi deb javob beradilar. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu o'g'illari Abdullohga ayolingni taloq qil deb aytgan bo'lsalar, faqat shar'iy sabab bo'lgani uchun aytganlar. Chunki Umar radhiyallohu anhu hech qachon shar'iy sababsiz taloqqa buyurmaydilar. Shu o'rinda bir narsani hech unutmaslik kerak. Ota shar'iy sababsiz taloq qilishga buyurayotgan bo'lsa, farzand otaga itoat qilmasa ham, lekin yaxshi gaplar bilan tushuntirishi kerak. Otaning huzurida odobsizlik qilmasdan, chiroyli muomala bilan holatdan chiqib ketishga harakat qiladi. Umar radhiyallohu anhu Abdullohga ayolingni taloq qil deb aytgan bo'lsalar, albatta biror shar'iy sabab ko'rganlar. Meni ayolimni ko'ryapsiz. 5 vaqt namozini o'z vaqtida o'qiydi, hijobini mukammal o'rab yuradi. Menga itoat qilyapti. Sizlarning xizmatingizni qiladi. Farzandlarimni tarbiya qilyapti deb ayolini yaxshi tomonlarini ota-onasiga tushuntirib, holatdan chiqib ketish kerak. Taloq masalasi tushunarli bo'ldi. Endi keyingi masala. Agar ota farzandiga tezroq uylangin deb aytsa, bunda itoat qiladimi yoki mana shu masalani teskarisi? Farzand uylanmoqchi bo'lsa-yu, lekin otasi yoki onasi, "Bolam, hozir uylanmay tur" desa, bu holatda nima qilish kerak? Agar ota-ona farzandiga uylangin deb aytayotgan bo'lsa, bu holat haqida Imom Ahmad gapirganlar. U kishi deydilar: "Agar ota-ona farzandga uylangin deb buyursalar, men ham bu yigitga uylangin deb buyurgan bo'lar edim." Demak, bu holatda ota-onaga itoat qilish kerak. Qaranglar, ota-ona farzandga uylangin deb aytayotgan bo'lsalar, ularning yaxshi maqsadlari bor. Ular nabira ko'rishni xohlaydilar. Zurriyotlari davom etishini istaydilar. Nabiralarni ko'rib quvonadilar. Nima uchun farzand ota-onasi aytsa ham uylanmay yuradi? Axir hozirgi zamon fitnalarga to'la. Demak, ota-ona farzandga uylangin deb aytayotgan bo'lsalar, farzand
o'ziga munosib biror qizga uylanishi kerak. Ammo bu yerda yana boshqa bir holat bor. Ota-ona farzand xohlamaydigan bir qizga uylangin deb aytayotgan bo'lsalar, misol uchun, amakingning qiziga uylanasan. Agar shu qizga uylanmasang, sendan rozi emasman, oq qilaman deb aytayotgan bo'lsa, bu holatda nima qiladi? Ota-onaga itoat qiladimi? Hambali ulamolardan Ibn Muflih rahimahulloh aytganlar. Ota-ona farzandi yoqtirmagan bir qizni tanlab, ana shu qizga uylanasan deb majbur qilishga haqlari yo'q. Shayx Abdulaziz rahimahulloh aytganlar. Yigit qizni ko'rib, o'z xohishi bilan uylanishi kerak. Alloh taolo aytadi: "Allohning oyat mo'jizalaridan biri sizlar sokinlik, orom topishingiz uchun o'zlaringizdan bo'lgan juftlar yaratdi va o'rtalaringizda mehr va muruvvatni solib qo'ydi." Agar ota-oning sovchilikka borgan qiz senga munosib bo'lmasa, uni xohlamayotgan bo'lsang, ota-onangga itoat qilishing vojib emas, chunki uylanayotgan sen. U qiz bilan bir umr sen yashaysan. Aslida ota-onangni seni majburlashga haqlari yo'q. Biz har qanday holatda ham insof qilib, adolat bilan gapirishimiz kerak. Senga zarar bo'ladigan narsaga ota-onangni seni majbur qilmasliklari kerak. Agar seni majbur qiladigan bo'lsalar, ularga itoat qilish senga vojib bo'lmaydi. Ammo sen o'zing rozi bo'lib, ular aytgan qizga o'z xohishing bilan uylanadigan bo'lsang, bu yaxshi. O'zingga yoqqan qizga uylanasan va ularga ham itoat qilasan. Endi shu aytgan masalamizni teskarisi yuz bersa-chi? Farzand bir qizga uylanmoqchi, ota-ona esa qarshilik qilyapti. Bu holatda nima qiladi? Agar ota-ona shar'iy sabab aytsalar, bu o'rinda ota-onaga itoat qilish vojib bo'ladi. Farzand tanlagan qizni xulqi yomon yoki ijtimoiy tarmoqlarda begona erkaklar bilan gaplashib yuradi. Shunga o'xshash qizning dindorligi yoki xulqi yomon ekani ma'lum bo'lsa, bunday qizlarga uylanmaslik kerak. Agar ota uylanmagin deb aytayotgan bo'lsa, albatta itoat qilish vojib bo'ladi. Chunki farzand axloqsiz, yomon qizga uylansa, otaning ham obro'si to'kiladi. Ammo yigit tanlagan qizning dinida ham, xulqida ham kamchilik bo'lmasa, bunday holatda ulamolarning fatvosi ota-onaga itoat qilish vojib emas. Chunki uylanish farzandning haqqi, ota-onaning emas. Fatvo kengashida shunday aytilgan: muboh ishlarda ota-onaga itoat qilish masalasida farzand umumiy manfaat va zararlarni e'tiborga olish kerak. Agar ota-ona biror muboh ishga buyurayotgan yoki biror muboh ishdan qaytarayotgan bo'lsalar, va ularni aytganlarini bajarmaslik shar'iy jihatdan manfaatli bo'lsa, bunday holatda itoat qilish vojib emas. Lekin ota-onaga ochiq qarshilik qilmasdan, balki yumshoqlik bilan ularning ko'nglini olib tushuntirish kerak bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoviy ishlaringizni o'zlaringiz biluvchisiz va bu holatda itoat qilmagan farzand ota-onaga oq bo'lmaydi. Agar ota-ona buyurayotgan ish farzand uchun manfaatli bo'lsa, albatta ota-onaga itoat qilishda yaxshilik, baraka bo'ladi va ota-onani ham rozi qiladi. Ba'zi ulamolar aytishgan, agar qizning dinida ham, xulqida ham kamchilik bo'lmasa, lekin ota-ona u qizga uylanishdan qaytarayotgan bo'lsalar, ota-onaga itoat qilish vojib bo'ladi. Faqat yigitning uylanishga ehtiyoji bo'lib, haromga tushib qolishdan qo'rqayotgan bo'lsa va shu qizdan boshqasini topa olmagan bo'lsa, bunday holatda itoat qilmay uylanaveradi deb aytishgan. Chunki haromga tushib qolishning zarari juda yomon. Imom Ahmad rahimahulloh aytganlar: agar farzand haromga tushib qolishdan qo'rqsa va ota-ona uylanishdan qaytarayotgan bo'lsa, bu o'rinda ota-ona nohaq. Misol uchun farzand uylanaman deyapti va imkoniyat ham yetarli. Lekin ota-ona farzandga shoshilma, keyinroq uylanasan deyapti. Bu holatda ota-onaga itoat qilish vojib emas, balki uylanib oila qilish shariatga muvofiq ishdir. Ota-onaga itoat qilishda yana bir masala bor. Agar ota ham, ona ham bir vaqtni o'zida biror ishga buyursalar yoki bir vaqtni o'zida otaga ham, onaga ham xizmat qilish kerak bo'lsa, qaysi birlardan boshlaydi? Bunday holatda birinchi onaga yaxshilik qilishdan boshlaydi. Mashhur hadisda bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, meni yaxshilik qilishimga eng haqli bo'lgan inson kim deb so'raydi. Rasululloh onangga yaxshilik qilishdan boshla deydilar. Ana u kishi so'ngra kim deydi? Onang. So'ngra kim? Onang. 4-marta so'raganida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam otang deb javob beradilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Qozi Iyoz aytganlar: jumhur ulamolar nazdida
Onaga yaxshilik qilish otaga yaxshilik qilishdan ham yuqori turadi. Lekin Imom Molik bu holatda ham farzand tadbir qilish kerakligini aytganlar. Bir kishi Imom Molik huzurlariga kelib, otam o'zga yurtga ketgan va menga maktub yo'llab, tez yetib kelgin deyapti. Onam esa bormaysan deyapti. Men nima qilay deb so'raydi. Imom Molik unga otangga itoat qilgin va onangga osiy bo'lmagin deb aytadilar. Ya'ni Imom Molik farzandni uddabronlik qilib biror chora topishga buyurganlar. Shunda otani ham, onani ham birday rozi qiladi. Ayollar uchun kimga itoat qilish birinchi o'rinda turadi? Agar bir vaqtni o'zida eri bilan ota-onasiga itoat qilish qarshisida qolsa, ayollar qay biridan boshlaydi? Imom Ahmad rahimahullohdan so'rashgan. Bir ayol bor, uning kasal onasi va eri bor. Bu ayol qaysi biriga itoat qilishni yuqori qo'yadi? Imom Ahmad javob berib, eriga itoat qilish onasiga itoat qilishdan vojibroq. Faqat eri ruxsat bersa, xotirjam onasiga qarayveradi deb aytganlar. Agar Alloh asrasin, bir kishining ota-onasi gunoh, harom ishlar qiladigan bo'lsa, farzand ularni da'vat qiladimi? Ha, ularni Allohning diniga chiroyli da'vat qiladi. Imom Ahmad rahimahullohdan so'rashgan. Bir kishining onasi namozni durust o'qimaydi, tahoratni to'liq qilmaydi. Farzand nima qilish kerak deb so'rashadi. Imom Ahmad namozni, tahoratni to'g'ri bajarishni o'rgatadi deb aytadilar. Shunda so'rovchi, uning onasi o'rganishdan bosh tortyapti. Kichkina bo'lib, menga aql o'rgatasanmi deb farzandga quloq solmayapti. Bu farzand onasini tashlab ketadimi deb so'raydi. Shunda Imom Ahmad, yo'q, onasiga yaxshilik qilaveradi va yumshoqlik bilan Allohning dinini yetkazishga harakat qiladi deb javob berganlar. Abu Dovud Masailida rivoyat qilganlar. Ota-onani oldida telefon bilan mashg'ul bo'lish joizmi? Agar ota-onani oldida telefon bilan mashg'ul bo'lish ularga aziyat bersa, ularning huzurida zarurat bo'lmasa, telefon ishlatmaslik kerak. Alloh taolo barchalarimizni ota-onani rozi qilishga va ularga dunyo va oxiratda manfaat keltiruvchi farzandlardan bo'lishga Alloh barchalarimizni muvaffaq qilsin. Ota-onalar dunyodan o'tganlardan keyin ham farzandlar ustida ularning haqqi uzilmaydi. Farzand ularning haqqiga duo qilish kerak. Qarindoshlari bilan aloqani saqlash lozim va ularning nomidan sadaqa, ihsonlar qiladi. Alloh gunohlarimizni mag'firat qilib, chinakam tavbaga barchamizni muvaffaq qilsin.